yana 4 kilo tashlasam вообще ideal bo'lardi-da. Nima qilyapsan? Baron ozmaysan. Tur bor, meni kiyimim tayyorli 15 minutdan keyin men ketishim kerak. Qayerga ketasiz? Choyxonam bor. Yana choyxonaga ketyapsizmi? Har hafta bizni choyxonaga bormaysiz choyxonaga. Nimaga bormas ekanmanmi? 15 minut vaqtingiz bormi? 15 minut ichida menga oshxonaga kirib ovqat qilib bersangiz, ketasiz, bo'lmasa bormaysiz. Nima siz choyxonada osh yeb o'tirasizmi, men och o'tiraman. Qanaqa 15 minut, qanaqa ovqat? Men bu yordam bermayman senga. Sen diyetadasan. Bugunchalik dietada emasman. Boring oshxonaga. Yo'q, ben 15 minut ulgursam, ketasiz. Qaragin-da. Ulgurmaysiz baba. Qilib ulgurmayaptilarmi? Ha, noppa. Anor. O. Gahga. Bilaman, ulgurmagansiz-a? Kiyimimni tayyorladingmi? Ovqating tayyor. Kel, yeb ko'r. Ishlatish bilasanmi? Kiyimim qani? Nima ovqat bu? Ish qilib menga ovqatga ovqat tayyorladingizmi? Men yomon narsa tayyorlamayman, ye. Bu anu ramyon gir onkeku, to'g'rimi? Ish qilib ichiga kalamush dori qo'shmadingizmi? Ye. Kiyimim qani? Nima? Hozir. Siz meni achchiqni ayting. Men hozir kelaman. Sotda o'tiring, voqea joyida o'tiring. Hozir. To'miya, esidan chiqib qolganda, hozir bolalardan gap eshitaman. Mayli, oshdan olib bitta yo'licha. Zo'r chiqdi. Tak, anetda yana 8 ta ramyon bor, bu yana 8 ta choyxonaga ruxsatim bor degani. Sizlarga loyiha.